Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan double entry bookkeeping haqida gaplashamiz va financial accounting darslarimizning ikkinchi darsi. Ya'ni sizlar bilan bundan oldingi darsda ko'rdik duality effect, ya'ni har bir tranzaksiyaning biznesga ikki xil ta'siri bor. Yo assetlarga ta'sir qiladi, yo bo'lmasam equity yo liabilitylarga ta'sir qiladi. Davom etamiz. Eng avvalo sizlar bilan o'zimizni source dokumentlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni o'sha bo'layotgan tranzaksiyani qo'llab turadigan yoki verify qilib turadigan dokumentlar haqida gaplashadigan bo'lsak. Quotation va bularni tushuntirishdan oldin sizlarga bitta narsa aytmoqchi edim. Ya'ni har bir biznesda o'zini departmentlari bo'ladi. Bu management accountingni mavzusi, ya'ni FIKni reklamasi ketyapti hozir. 3 ta e, voy, qatib qoldi internetimiz. Sorry, what is happening here? Okay. Ya'ni har bitta biznesda o'zini departmentlari bo'ladi. Masalan, 3 ta department oladigan bo'lsak, masalan, bu department bo'lishi mumkin production department. Bunisi bo'lishi mumkin nima? Buni inventory deylik, sklad, a? Bunisi purchase bo'lishi mumkin. Ya'ni production aytyapti, menga masalan kerak 10 kilogramm bunaqangi materialdan. Inventoryni ko'radi. Inventoryda yo'q bo'lsa, keyin purchase departmentga aytadi. To'xta, masalan, bizda masalan 10 kilogramm yog'och qolmabdi. Yo bo'lmasa payraqa, endi nima bo'lsa ham qolmabdi. O'sha bizga sotib olib berishing kerak. Ya'ni bu yerda maqsad nima? Har bittasi o'zi alohida departamentga bo'linib ketib, har bittasi o'zi uchun javob beradi. Ya'ni majburiyat alohida. Masalan, production o'zidan o'zi to'g'ridan-to'g'ri sotib ola olmaydi. Va bu yoqda keyin bo'ladi accountants. Right? Buni verify qilish kerak. Chunki pul o'zini o'zi sarflab olavermaydi-da biznes. Ya'ni production to'g'ridan-to'g'ri o'zi narsa sotib ola olmaydi demoqchiman, yoki inventory yoki purchase. Purchase sotib oladi, keyin masalan, ya'ni bog'liqda hozirgi pastdagi dokumentlarga ketdi masalan. Quotation jo'natadi production department inventoryga. Menga shunaqangi mahsulotlar kerak, menga jo'natib yubor. Hozir men o'zimni skladimda qolmabdi. Menga production to'xtab qolmasligi uchun kerak. Keyin ko'radi, qarasa yo'q. Keyin bu quotation purchase requisitionga aylanib, purchase departmentga o'tadi. To'xta, bizda masalan 1 tonna reykamiz qolmabdi yoki bo'lmasa 20 ta masalan pressda qolmabdi deyishi mumkin. Yoki bizda kraska qolmabdi masalanda, yoki qog'oz qolmabdi. Nima bo'lsa ham. Purchase requisition keyin purchase departmentga o'tadi. Haqiqatan tekshirib ko'radi. Yo'q, bormi, yo'qmi masalan. O'yin qilmayaptimi bular yoki pul masalan yuvib tashlamayaptimi? Bizni aldab masalan biznesni bekardan-bekarga pulini sarflamayaptimi deydi. Keyin ko'radi, haqiqatan yo'q. Keyin purchase order jo'natadi. Masalan, boshqa bitta supplierga bizga shunaqa mahsulotlaringiz kerak, bizga jo'natib bering. Xo'p, tushunarli deydi. Keyin sales order jo'natadi supplier. Mana men sizlarga shunaqa mahsulotlar jo'natdim purchase order bilan. Va mahsulotlar ketayotganda o'sha mahsulotlarga qo'shib dispatch note degan narsani ham jo'natib yuboradi. Nima degani? Men bu yoqda shunday mahsulotlar ketyapti. Masalan, 10 kilogramm ketishi mumkin. Bunaqangi 10 kilogramm A mahsulotdan, 10 kilogramm B mahsulotdan, 20 kilogramm C mahsulotdan. Shu mahsulotlar rostdan bor ekan. Men oldim degan narsani jo'natadi keyin biznes. Purchase department qabul qilgandan keyin. Ha? Ya'ni goods received note chiqaradi. Ha, bo'ldi, o'sha senga borgan bo'lsa, demak men endi davay pulini to'lab qo'y degan narsa sales invoice bo'ladi. Buni ham supplier jo'natadi. Va uni purchase invoice sifatida purchase department qabul qilib oladi. Ya'ni bizda shunaqangi narsalarimiz bor ekan, pul to'lashimiz kerak ekan deydi, akkauntantlar qabul qilib oladi. Chunki u o'zidan o'zi masalan bitta purchase order kelsa jo'natib yuborolmaydi. Keyin purchase departmentdan so'raydi. Rostdan shunaqa bo'ldimi? Ha deydi, mana sales order, mana purchase orderimiz jo'natgan deydi. Tushunarli deydi. Keyin bu yoqda ko'rib chiqadi. Inventoryga beradi, inventorydan production departmentga o'tadi. Production department ajratib oladi. Mana shu mahsulotlar bizga kerak, bular kerak emas.
yoki masalan sifatsiz davay qaytarib yubor deydi. Masalan 100 dollarlik mahsulot olgan bo'lsa 30 dollarni qaytarib yuborishi mumkin. Boradi boradi qaytarib yuborgandan keyin bizda o'zimiz supplier statementimiz bo'ladi, ya'ni saplarni detallari haqida kredit note, debit note chiqaradi. Mana bizga bu mahsulotlarning kerak emas. Davay avol. Уже bizda bu mahsulotlar uchun biz pul to'lamaymiz. Chunki biz so'ragandaqa emas edi masalan. Bu yog'i sinib qolgan. Kelishda bizga deydi. U kredit note chiqaradi supplier. Nima uchun kerak kredit note? Kredit note degani, ha, bo'ldi, уже men 100 dollarlik sotgandim senga tovar. Ha, bo'ldi, davay 30 dollarni to'lashing shart emas degan narsani shu kredit note beradi. Ya'ni bizda payable'larimizni kamaytirib beradi-da kredit note. Yoki debit note ko'rsa, keyin debit note ham gaplashdi, keyin remittance advice bo'ladi. Ya'ni уже accountant ko'rdi, demak biz 70 dollarlik mahsulotga to'lashimiz kerak, accounting department. 70 dollar keyin to'lab beradi bu yoqdan. Bu remittance advice bo'ladi supplierga. Supplier, ha, уже meni bankka balansim shu payt 70 dollarga seni kompaniyang tomonidan to'lanibdi. Bo'ldi, rahmat, tushunarli. Keyin chek beradi. Shularni hammasi bizda tranzaksiyalarda ishlaydi. Biz ko'rishimiz mumkin, har bitta biznes tranzaksiya bizda aktivlarimiz oshiradi yoki kamaytiradi. Masalan, misollarga qaraydigan bo'lsak, what's happening here? Okay, masalan, Li degan bitta bola biznes boshlabdi. Deydigan bitta bola biznes boshlabdi va 10 ming dollar o'zini biznesiga pul kiritibdi. Nima bo'ldi shu vaqtda? Biznesda keshi ko'paydi, ya'ni naqd pul 10 ming dollar ko'paydi va equity balansi ham ko'paydi 10 ming dollarga. Yoki masalan rent to'layapti bu yoqdan 10 ming dollarga. Masalan, nimasi bor ekan, ijara haqqi bor ekan. Nima bo'ldi? 10 ming dollar keshi chiqib ketdi. Bu yoqdan expense kamayib qoldi. Ya'ni bu yoqda hech qanaqa kapital yoki boshqasiga ta'sir qilgani yo'q. Yoki ta'sir qilyapti desak ham bo'laveradi. Bu yoqda rent expense bo'lib biz aktivlarimizni kamaytirib bir vaqt o'zida chiqib ketayotganini ham ko'rsatib beryapti. Mana expense increases, cash at bank decreases by. Bu nimaga kerak? Bu keyinchalik ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda gaplashgandik, mana assetlarimiz teng bo'ladi equity-ga va liability-ga. Yoki assetlarimizni liabilitylarimizni ayirib olsak, equity-ga teng bo'ladi. Nima uchun kerak bu? Shunga doir misollar bor. Shu yaxshilab yodlab olinglar. Mana bu yoqda yana illustrationlar bor duality uchun. Bittasini, любой bittasini ko'rsak, masalan, purchased goods for resale at a cash cost of cashga sotib olyapti 300 dollarga. Masalan, sizlarda qilayotgan tranzaksiyalaring aniq liability equity-ga ta'sir qilmasligi mumkin. Faqat activity-da ham qolib ketib qolishi mumkin. Masalan, nima? Bu yoqda bo'lyapti. Sizlar 300 dollarlik keshlaringdan mahsulot sotib olyapti dedilar, u sizlarga inventar bo'lib kirib kelyapti, omborlaringga 300 dollar ombordan ko'paydi, lekin bu yoqdan 300 dollar keshdan kamaydi. Balans bo'lib qoldimi? Bo'lib qoldi. Faqat aktivga ta'sir qildi. Ha, ustoz, ikkita effekti bor edi-yu dedingiz masalan. Degan savollar ham bo'lishi mumkin. Ikkita effekt bo'lyapti. Sizlarni keshlaringni ham kamaytiryapti bu yoqdan, lekin inventorylarni ko'paytiryapti. Ikkitami? Ikkita. Bu yoqda yozgan, masalan, ledger accountlarga qanday qilib, masalan, financial statementlar tayyorlanadi. Birinchi o'sha tranzaksiyalar bo'ladi, keyin uni ledger accountlarda yozib olamiz. Ledger accountlar hosila ko'rsataman. Ledger accountlar keyin hammasi yig'iladida, balans qilingandan keyin trial balance ga yoziladi. Year end adjustmentlar qilinadi, financial statementlar tayyorlanadi. Accounting systems deyapti. Okay. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu yoqdan voy ochaylik tamam. Bu shu narsa bizda okay. Mana shu narsa ledger bo'ladi. Ledgerda ko'ryapmiz account qanaqangi nima uchun ketyapti pul, qayerga ketyapti, nomeri nechi, bu account nomeri nechi, 640 ekan, right?
qachon bo'lyapti, sanalari kelyapti, detaillar nima uchun payable'larga ketyapti yoki account payable'lar reference number nechinchi bo'lib bo'lyapti, debitda qancha bo'lyapti, kreditda qancha bo'lyapti. Debit, kredit haqida gaplashamiz. Va balanslar. Okay, qaytamiz darsga. Accounting sistemlar qattiq qolyapti. Cho'ta. Sorry. Mana bu joyga kelganda accounting sistemlar, inputlar degan nima degani? Input degan sizlar kiritadigan mahsulot. Ya'ni o'sha source documents biz tepada gaplashdik va bu haqda ham ma'lumotlar bor. O'qib olasizlar. Standing data bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha verifications qilib beradigan data. Proseslar nima? Calculationlar, ledgerlarda tenglashtirilishi, journal entry'lar va record bookkeeping va oxirida chiqariladigan reportlar, hisobotlar va trial balance o'slarda output bo'ladi. Yoki mana aytadigan bo'lsak, input sizlar kiritayotgan um, informatsiyalar, masalan, source document biz shuncha xarajat qildik. Xo'p, davay deydi, bittada nimaga yig'ib chiqiladi, masalan, ledger accountlarga sekin-sekin qo'yiladi-da, u ledger accountdan keyin masalan protsesslashtirish, jarayonlashtirish bo'ladi. Jarayonda deydi-ku, xuddi shunday va keyin output chiqariladi. Output degan natija bizda bor. Dokumentlar oqibatida qanaqangi yana boshqa hisobotlar tayyorlay olar ekanmiz deydi. Developmentlar haqida bor, masalan, cloud accounting, inventory management. Bular o'qib olasizlar. Nimaligi muhim narsalar emas. General ledger degani shu kichik, mana ledger account har bitta masalan tranzaksiya uchun yoziladigan nima? Ledger account shu har bir tranzaksiyalar yoki har bir oylar uchun. General ledger bo'lsa, o'shalar hammasini to'plangan, right? Complete set of ledger accounts. Debit and creditlar juda ham qiziq part. Men o'zim tushunishimga juda ham qiynalganman. Ha, aka bor edi, nimada o'sha boshqacha tushuntiradi. Hozir buni ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Okay, Excelga kiraylikda. Ekonometrikadan sizlar ham vazifa qilyapsizlarmi? Okay, sizlarga ko'rinyaptimi? Biz birinchi tekshirib olaylik-da. You are screen sharing. Hay, bildim. Biz screen bo'lay ko'rinyapti. Ko'rinyapti ekan. Ko'rinyapti bu. Muammosi yo'q. Okay, great. Mana, bizda T account degan narsa bor. Voy, Excel ishlash ham esimdan chiqyapti juda. Sal yaqinlashtiraylik. Mana ko'radigan bo'lsak, bu qora qismi nimaga o'xshayapti? T ga, right? Shuning uchun ham T account bo'ladi va bu o'rtasiga nom yoziladi. Masalan, sales ledger bo'lishi mumkin. Sales order yoki. Chap tomon debit bo'ladi, o'ng tomon kredit bo'ladi. Debit, kreditni hech qanaqangi ma'nosi yo'q. Ya'ni kredit degani bizda bu kredit degani bu bankda olinadigan kredit emas. Shu narsani tushunib olinglar. Men juda qiynalganman. Shuncha aytyapman. Prosta nomi shunaqa. Shunchaki qo'yib qo'yishgan. Debit tomonda nima bo'ladi desa, assetlar bo'ladi. Assets bo'ladi, expenses bo'ladi yoki dividends ham shu tomonda bo'ladi. Kredit tomondachi equity bo'ladi, liability bo'ladi va bo'lishi mumkin yana income bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Buni dealer deydi. DLR bu yoqda revenue. Taka shunaqa deb tushuntiradi. Sizlar daklikmi bir ajoyib tushuntirgan kitobda. Yo'lda olsanglar bo'ladi. Xo'p, nima qildi mana shu assetlar bo'lsa, expense yoki dividendlar yoki equity liability bo'lsa. Ya'ni shu kredit tomonda turgan narsalar shu tomonda ko'payadi degani bu. Equity, liability, revenue ni oshirmoqchimisizlar, sizlar kreditga yozishinglar kerak. Hozir double entry yozishni o'rganamiz. Assetlar ham xuddi shunday. Masalan, biz nima qilayotgandik? Debit, masalan, van sotib olayotgandik, to'g'rimi? Debit van olyapmiz. Kreditda nima chiqib ketyapti bizda? Kamayayotdi. Cash. Qancha bo'lyapti? $1000 oldik.
$1000 o'sha masalan vehicle qandaydir moshina sotib oldik. Mana aslida moshina sotib olgan vaqtimiz bizni balansimizda o'sha mashina ko'payyaptimi? Mashina balans aktivimizni ko'paytiryaptimi? Ko'paytiryapti. Shuning uchun mana vehicleda biz mana $1000 aktiv sifatida debit tomonga yozib oldik. Xo'sh, endi shu mashinani nimaga olyapmiz biz? Keshgami? Keshimiz oqibatda shu $1000 to'laganimizda kamayyaptimi? Shu aktivlar, kesh aktivga kiradi. Aktiv kamayyaptimi? Aktiv kamayishi uchun biz qaysi tomonga olishimiz kerak edi? Kredit tomonga olishimiz kerak edi. Mana o'shaning uchun kreditga yozdik. Yoki biz masalan bankdan qarz olsak, qarz olgan vaqtimiz $1000 masalan kredit olyapman. Meni qo'limga $1000 naqd pul kelyaptimi? Kelyapti. Shuning uchun debitda keshim ko'payyapti mana. Aktivim ko'payyapti. Yoki mana duality effekt shu joydan ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni har bitta o'sha ikkita tranzaksiyani, ikkita effektini debit kredit orqali biz ifodalab beryapmiz. Yoki kredit endi nimamiz ko'payyapti? Majburiyatimiz ko'payyapti. Loan sifatida mana $1000. Majburiyatim ko'paygani uchun majburiyatimni kreditga yozdim, kesh aktivim ko'paygani uchun aktivimni debitga yozdim. Xuddi shunday edi bu tomonda ham. Tushunarli. Xo'sh, shu T ga o'xshagani uchun mana shu akkaunt T account deb ataladi. Bu akkaunt T account eslaringdan chiqmasin. T account deyiladi. Nimaga T account? Chunki T ga o'xshaydi-da, shuning uchun T account. Qaytib turaylik. Endi masalan, bizda bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, clear contents. Mana qoldi. Yetmadi-ku. Okay. Masalan, sales bo'lishi mumkin debitda, kreditda. Tasavvur qilaylik, yoki masalan general ledger yoki cash account deylik. Cash accountmi? Endi nima bo'lsa hamda. Masalan, purchase bo'lyapti. $1000. $10,000 ketdi mana. Yana ketyapti. Vehicle sotib olyapmiz masalan yana $1000 ga. Yana nima bo'lyapti masalan? Rental expense to'ladik. Expense to'ladik. Masalan $500 ga. $5000 bo'pti mana. Qancha chiqyapti? 16,000. Endi bizda qancha kirib kelyapti? Bu yoqda sales oqibatida masalan 15,000 pul kirib keldi. Purchase bu yoqda yozilishi kerak edi, uzr. Chunki bizda nimamizni kamaytiryapti bu. Sales cashimizni kamaytiradi, purchase chunki siz narsa sotib olganingizdan kamaytiradi. 10,000 bo'lsa mana bu yoqda yozildi. $15,000 sale bo'ldi, bu yoqda $5,000 masalan purchase bo'ldi deylik. Deb qarasak agar. Okay. Akkauntimiz bu yerda yarmi buzilib qolibdi. Purchase bo'ldi. Yana nima bo'ldi masalan? Rental expense ham bu yoqda. Voy. Bizga yana loan bo'ldi masalan $10,000. Right? Masalan $5,000 yana nima masalan? Vehicle'imizni sotib vehicle'imizni yangi bitta nima sotib olyapmiz, aktiv. Bu yoqda nima bo'lyapti? 11,000 chiqyapti. Bu yoqda 20,000. Mana 20,000. Bizga qancha yetmayapti? 9,000. Shu balansni biz carry it forward deb ataladi. Carry it forward. Mana bu yoqqa ham yozib qo'yapman. Carry it forward. Nima degani? Bu carry it forward degani qaysi tomon kichkina bo'lsa o'sha tomonni balanslashtirib berish uchun kerak-da. Masalan, ko'rdik biz har doim balans bo'lishi kerak. Masalan, shu nimalarimizda ham. Nima uchun kerak bu? Hozir yaxshilab yana misolda ko'rsatib beraman. Bu carry it forward masalan buni biz cash account qachon? Cash account for August desak, avgustda ortib qolgan keshimiz bizga opening balance brought forward deyiladi. Bu yana ham aytiladi. Okay. Bu aytiladi closing balance.
Broad forward degani bor. Broad forward deyiladi. Broad. Adashmasam yozilishi shunday edi. Bu bizda opening balance deb ataladi. Ya'ni opening balance. Qaysi yilgi opening balance? Bizda mana avgustdagi emas, endi sentyabrdagi T accountimiz uchun opening balance. Hozir bu yoqqa ham T account qiladigan bo'lsak, mana cash account for September. Avgustdan keyin september keladi. Sentyabr uchun cash accountimiz. Debit, kredit. Bu carried forwardimiz. Qaranglar mana buni carried forward bu tomonga keyingi mavsum yil uchun broad forward bo'lib o'tadi. Closing balansimiz. Oddiy mana hayotiy tasavvur qilaylik-da. Masalan, sizda bu haftada masalan studentsiz, uydagilaringiz 1 million pul berib yubordi masalan. 500 mingini hafta davomida yeb ichishingiz, oziq-ovqatingiz uchun ishlatdingiz. Keyingi haftaga 500 mingga qoladimi? Xuddi o'sha oxirgi haftada ortib qolgan balans carried forward. Ya'ni birinchi haftada ortib qolayotgan tomoni carried forward 9 ming va o'tgan haftadagi balans 9 ming va keyingi haftaga bizda yana 500 ming pul bormi? Xuddi shu balans bizda keyingi hafta uchun broad forward bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, men lichkamga yozinglar, yana boshqatdan tushuntirib beraman. Bu mavzular muhim mavzu edi. Okay? Aha. Hozir bu tomonga ham mana nimani o'tkazib qo'ysak bo'laveradi. Eslayda qolishi uchun T account merge or delete emas, bizga nima kerak? Clear contents kerak. Assets, dividends, expenses dedik. Bu yoqda liabilities, equity and yana nima bor bizda? Liabilities, equity and revenue bor. Yaxshi, bo'ldi. Eslaringda qolsin. T accountni ham ko'rib oldilaring nimaligini, mana bu yoqda ham yaxshilab berib ketgan. Biz nimalarni ham ko'rdik. Masalan, debit, kredit nima bo'lishini. Xohlasalar mana bitta yozib ko'rsak bo'laveradi. Masalan, purchase for cash. Debitda cashimiz purchase bo'lyapti, debitda purchase bila olinglar, expense account bo'ladi. Purchase yo'qda cashimiz kamayapti. Chunki cashga sotib olganimiz uchun. Kreditda bo'lsa mana purchase bo'ladi. Endi cash kamayadimi bizda? Yo'q, bizda majburiyat oshgani uchun bu yoqda payable bo'ladi. Payable degani shu trade pay, ya'ni 1 yilda to'lab berishimiz kerak bo'lgan summa, majburiyatlarimiz 1 yillik degani. Okay. Yana bizda biron nima qoldimi? Journal degani masalan, barcha accounting entry'lar o'sha, ya'ni provodkalar hammasini joylashtirilgani. Bila olinglar, hozir keyin gaplashamiz. Nima bo'ladi? O'zi provodkalar nima uchun kerak? Provodkalar har bitta moliyaviy hisobotlarning asosi hisoblanadi. Bu haqda yana keyin gaplashamiz. Nimalar yoziladi? Recoverable debts, adjustments, equivalent prepayments, depreciation, acquisition and closing. Keyinchalik ko'rasizlar ham bo'ladi buni. Journalda sizlar bilishlar kerak. Hamma tranzaksiyalar bo'ladi, hammasi emas. Sizlar xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, shu xatolar uchun yoki masalan bitta narsa yozgandilaring, shunda o'zgarish bo'lib qolsa, o'zgarishlar hammasi journalga kiritiladi. Balancing and closing ledger deyapti. Biz ko'rdik bu haqda nimaligini. Sen bunda financial position ledger accounts. Demak, menimcha mavzumiz tugabdi sizlar bilan. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.